Ba'zan biror narsa tirikmi yoki yo'qmi, buni aniqlash uchun xususiyatlar berishga urinish biroz ahmoqona tuyulishi mumkin. Ko'pincha bu juda ayon bo'ladi. Qush tirik, tosh tirik emas. Buni aytish uchun biolog bo'lish shart emas. Biz hozir biladigan barcha tirik mavjudotlar guruhlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Qushlar, bakteriyalar, daraxtlar, viruslar, sut emizuvchilar, hasharotlar va bu ro'yxat yana davom etadi. Ammo sizni hayratda qoldirishi mumkin bo'lgan jihat shuki, viruslar aslida tirik mavjudotlar hisoblanmaydi. Sababi tirik mavjudotlarga xos bo'lgan xususiyatlarning barchasini viruslar o'z-o'zicha, ya'ni yordamsiz bajara olmaydi. Biz tirik mavjudotlarga aniq xususiyatlarni belgilab qo'yganmiz va barcha tirik mavjudotlar 7 ta asosiy xususiyatga ega. Ularni eslab qolish uchun Mrs. Green degan qisqartmadan foydalanamiz. Barcha tirik mavjudotlar harakatlana oladi, nafas oladi, sezadi, o'sadi, ko'payadi, ajratib chiqaradi va oziqlanishga muhtoj bo'ladi. Harakatlanish. Bu xususiyatni aniqlash juda oson. Harakat organizm yoki uning bir qismi tomonidan joylashuvining o'zgarishiga olib keladigan faoliyatdir. Albatta, hayvonlar yuradi, uchadi va hokazo. Odamlar ko'pincha o'simliklarning harakatlanishini tushunishda qiynaladilar. Ammo o'ylab ko'rsangiz, ular barglarini quyosh tomonga buradi. Bu o'simliklardagi harakatning birgina misoli hisoblanadi. Keyingi xususiyat nafas olishdir. Nafas olish bu hujayralarda ozuqa moddalarining parchalanishi va energiya ajratib chiqishini ta'minlaydigan kimyoviy reaksiyalardir. Siz odamlar va juda ko'p boshqa organizmlarda glyukoza va kislorodning karbonat angidrid va suvga aylanishi haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin. Bu nafas olishning bitta turi xolos. Barcha tirik mavjudotlar sezish qobiliyatiga ega. Bu ichki yoki tashqi muhitdagi ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va ularga javob qaytara olish qobiliyatidir. Masalan, ko'z bilan ko'rish, hid bilish, eshitish kabi holatlar. O'simliklarda esa barglarning yorug'lik qayerdan kelayotganini bilishi yoki tortish kuchining yo'nalishini sezishi bunga misol bo'la oladi. Shu orqali ular to'g'ri yo'nalishda o'sadi yoki harakatlanadi. Barcha tirik organizmlar o'sish xususiyatiga ega bo'lib, bu hujayralar soni yoki hajmining ortishi hisobiga tana o'lchami yoki quruq massasining doimiy ravishda kattalashishidir. Ushbu ta'rif o'sishni semirish kabi vaqtinchalik og'irlik ortishidan farqlaydi. Chunki semirish tirik organizmlarga xos bo'lgan asl ma'nodagi o'sish emas. Barcha tirik mavjudotlar ko'payishi mumkin. Ko'payish o'sha turga mansub yangi organizmlarni hosil qilishdir. Masalan, bakteriyalar bo'linib ko'payadi, odamlar farzand ko'radi, gulli o'simliklar urug' hosil qiladi. Barcha tirik mavjudotlar zararli moddalarni ajratib chiqaradi. Bu moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan zaharli yoki ortiqcha moddalarning organizmdan chiqarilishidir. Masalan, karbonat angidridni nafas orqali chiqarish yoki siydikdagi mochevina. Va nihoyat, barcha tirik mavjudotlar oziqlanishga muhtoj. Oziqlanish energiya olish, o'sish va rivojlanish uchun zarur bo'lgan moddalarni qabul qilishdir. O'simliklarga yorug'lik, suv, karbonat angidrid va ionlar kerak bo'ladi. Hayvonlarga esa organik moddalar, ionlar va suv ham zarur.